Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, yaqinlar, kanalimiz a'zolari. Bugun 1-mart 2026-yil bahor oyiga ham chiqib oldik. Mana navbatdagi laboga ham tun ko'rashni boshladik. Laboni egalari Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridan yetib ketdilar. Laboni mana bu joylariga konteyner bog'lab qo'yildi. Shumka, pulkalari hamma yo'g'i qilindi. Ichlariga penaplex taqib, yo'llari zaklubka qilib, mana bu joylarigacha bukilgan. Taylari ham mana 1,5 sm ichkariga qaytgan. Ochganda qo'lni kesmaydigan, ilmaydigan holatda bo'lgan. Alohida poliga rezinkasi ham bor. Rezinka islami tunikami alohida sotuvda bor. Tomiga bagaj, orqasiga duga, yoniga sondiqlari ham sotuvda bor. Biz manzilimiz Farg'ona viloyati Bag'dod tumani Bordon qishlog'i. Svetofor yaqinida bo'ladi. Murojaat uchun bu nomerlarga bemalol telefon qilishingiz mumkin. Kamchiliklar bo'lsa bemalol kommentariyaga yozib qo'yishingiz mumkin. Kuzatishda davom etinglar. Labo olgan tanish bo'lish aka-ukalarga jo'natishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat.